Dasturimizni qishloq xo'jaligiga oid xabar bilan davom ettiramiz. Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining muhim tayanchlaridan biri. Tizimdagi chorvachilik esa asosiy sohalardandir. Sermahsul chorva mahsulotlari yetishtirishda ozuqa sifatining ahamiyati beqiyos. Shu maqsadda sohada ilg'or tajribalarni joriy etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ishlab chiqarishni rivojlantirish yo'nalishida qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Izboskan tumanidagi Afrosiyob parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan chorva mollarni to'g'ri va zamonaviy oziqlantirish mavzusida seminar tashkil etildi. Hozir shu haqda. O'tkazilgan seminarda xorijiy mutaxassislar, viloyatimizdagi fermer xo'jalik rahbarlari ishtirok etdilar. Seminar davomida so'z olgan mutaxassislar chorva mollarini to'g'ri va belgilangan talablar asosida oziqlantirish usullari haqida amaliy tavsiyalar berdilar. Tadbir davomida chorva mahsulotlarini sifatini oshirish, ozuqa tayyorlash texnologiyalari, vitamin va mineral qo'shimchalaridan foydalanishning ahamiyati, ularning foydali jihatlari va kasalliklarning oldini olishdagi ahamiyati haqida atroflicha tushuntirishlar berdilar. Ishtirokchilar o'z navbatida seminar davomida o'zlarini qiziqtirgan savollariga mutaxassislar tomonidan kerakli javoblarni oldilar. O'tkazilgan seminar chorva mollarini to'g'ri va zamonaviy oziqlantirish mavzusida bo'lib o'tdi. Biz chorvachilik korxonalariga yanada ko'proq foyda olish, sut mahsulotlarini oshirish va shu bilan birga ularning sog'lig'ini saqlab, uzoq umr ko'rishini ta'minlashga yordam beradigan zamonaviy yechimlarni muhokama qildik. Seminarda men kompaniyaning yangi mahsulot haqida so'z yuritdim. Ushbu mahsulot chorva mollarining samaradorligini oshiradi, sut mahsuldorligini ko'paytiradi, shuningdek metabolik ta'siri orqali ularning umumiy holatini yaxshilaydi. Seminardan so'ng ishtirokchilar Izboskan tumanidagi Afrosiyob parranda mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Tadbir qatnashchilari mas'uliyati cheklangan jamiyatda chorva hayvonlariga ozuqa mahsulotlarini tayyorlanish jarayonini kuzatdilar. Ozuqa mahsulotlarini ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanilmoqda. Mutaxassislar seminar ishtirokchilariga mahsulot tayyorlanishining har bir bosqichi bo'yicha tushuntirishlar berdilar. Bugun mana chorvadorlarimiz bilan juda uzoq suhbat qildik. Ular bilan o'sha muammolarni o'rgandik. Bizning maqsadimiz nafaqat Samix kompaniyasining maqsadi nafaqat klientlarga ko'rim yetkazib berish, ishlab chiqarish. Ular bilan ichidagi muammolarni o'rganish, ularga yordam berish, to'g'ri oziqlantirish, mollarning kasalliklari hammasi haqida bugun gaplashdik. Bugun seminarimizda juda yaxshi o'tdi deb o'ylayman, chunki hamkorlarimizdan, ulardan vakillari keldi. Uzoq suhbatlashdik, ular o'zlarini o'sha tavsiyalarini, takliflarini fermerlar bilan bo'lishdi. Bu ko'rib turgan zavodlar Yevropaning zavodi, Yevropa zavodidan Yevropa standartlariga mos ko'rimda ishlab chiqariladi. O'shaning uchun bizani ko'rimlar juda sifatli deb bemalol ayta olaman. Biza hozirgi kunda respublika bo'ylab ishlaymiz. Qoramolchilik yo'nalishida ham mijozlarimiz mana kundan kunga ortib boryapti. Bunaqa seminarlarimizni ko'proq tashkil qilishga harakat qilamiz, chunki bunaqa seminarlarimiz chorvador akalarimiz, fermer akalarimizga juda manfaatli bo'ladi. Ular o'sha boqib turgan chorvalarini to'g'ri oziqlantirish, ularning kasalligini oldini olishda ularga biz tomonlama qanaqadir hissa qo'shsak deb o'ylayman. O'tkazilgan seminar chorvachilik bilan shug'ullanuvchi fermerlar uchun foydali bo'ldi. Tadbir orqali ular mahsulotlar tarkibi, afzalliklari va ishlab chiqarish jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. Seminarning asosiy maqsadi esa fermerlar sifatli yem mahsulotlarini tanlab, ulardan samarali foydalanishlariga ko'maklashishdan iborat bo'ldi.